Birinchi dars osteologiya. Bosh suyagi boshni skelet asosi sifatida ta'riflanishi mumkin. U 22 ta suyakdan agar tillosi suyagi va 3 ta eshituv suyakchalarini ham qo'shadigan bo'lsak, ya'ni bolg'acha, sandoncha, uzangini qo'shilsa, 29 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Kalla suyaklari bir-biri bilan singan joyga o'xshash ko'rinishga ega bo'lgan fibroz bo'g'imli choklar yordamida birikadi. Va kalla suyagining asosiy vazifasi bosh miya va u bilan bog'liq sezgi a'zolarini himoya qilishdan iborat. Bu yerda sizlar bilan juft suyaklar hamda tog' suyaklarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni juft suyaklarga tepa suyagi, chakka suyagi, yuqori jag', yonoq, ko'z yoshi, burun, pastki burun chig'anog'i hamda tanglay suyaklarini kirishini ko'rishimiz mumkin. Va tog' suyaklar, ya'ni bunga peshona suyagi, g'alvirsimon, ponosimon, ensa suyagi, vomer, dimoq suyagi hamda pastki jag' suyaklari kiradi. Kalla suyaklarini biz ikki qismga bo'lamiz. Ya'ni boshni ikki qismga, neurokranium hamda viscerokranium. Ya'ni inson bosh suyagi neurokranium va viscerokranium deb ataladigan ikkita alohida qismdan tashkil topgan. Neurokranium bosh miyani o'rab turuvchi va himoyalovchi suyaklardan tashkil topgan bo'lib, umumiy hisobda u 8 ta suyakdan iborat. Birinchisi bu 4 ta tog' suyaklardan, ya'ni peshona suyagi, g'alvirsimon suyak, ponosimon suyak, ensa suyagi va u ikkita juft suyakdan ham tashkil topgan. Ya'ni bu tepa suyaklari hamda chakka suyaklaridan iborat. Kalla suyagining asosini qarshi tomonida joylashgan kalvariya, ya'ni kalla suyagining eng yuqori qismi hisoblanadi. U kalla bo'shlig'ini qoplab, bosh miyani yuqoridan himoya qiluvchi tom vazifani bajaradi. Kalvariya peshona suyagini yassi qismi, tepa suyaklari, chakka suyagining yassi qismi va ensa suyagining yassi qismlaridan tashkil topgan. Kalvariya shuningdek kalla qopqog'i, kalla gumbazi yoki bosh suyagi gumbazi ham deb ataladi. Ikkinchi qismi bu kalla asosi. Bu qism neurokraniumning pastki tomonini va kalla bo'shlig'ini tubini hosil qiladi hamda ichki va tashqi kalla asosiga bo'linadi. U chakka suyaklari, ponosimon, g'alvirsimon peshona va ensa suyaklaridan tashkil topgan. Kalla asosi ham tashqi ham ichki tomonidan juda notekis ko'rinishga ega. Kalla suyagi asosan ko'plab yirik asab va qon tomir tuzilmalari uchun o'tish yo'li bo'lib, ular juft va tog' teshiklar orqali uni kesib o'tadi. Uni ikki tomonidan ko'zdan kechirish mumkin. Shu sababli u ikki qismga, tashqi va kalla ichi asoslariga bo'linadi. Tashqi kalla asosi kalla suyagi asosan tashqi qismini tashkil etsa, ichki kalla asosi bo'lsa, uni ichki tomonini ifodalaydi. Bu yerda biz kalla ichi asosini hamda kalla tashqi asosini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ichki tuzilishi va uni pastdan ko'rinishi, ya'ni tashqi ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Endi sizlar bilan viscerokraniumni ko'rib chiqamiz. Viscerokranium neurokraniumni oldingi qismida joylashgan va splankokranium nomi bilan ham ataladi. Umuman olganda viscerokranium yuz skeletini tashkil etuvchi va yuzni yumshoq to'qimalarini qo'llab-quvvatlovchi suyaklar majmuasiga kiradi. U til osti suyagidan tashqari 14 ta suyakdan iborat. Viscerokranium nafaqat yuzni yumshoq to'qimasini qo'llab-quvvatlaydi va unga o'ziga xos shaklni beradi, balki u burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i va ko'z kosasi bo'shliqlari uchun skelet asosini ham ta'minlaydi. Shuningdek, yuqori va pastki jag'larning shakllanishida hissa qo'shadi. Bundan tashqari u ko'plab mushaklarning birikishi joylarini ta'minlaydi. Qolaversa, yuqori jag' va pastki jag' suyaklari tichlarini o'z ichiga oladi. Viscerokranium quyidagi 6 ta juft suyaklardan tashkil topgan. Yuqori jag' suyagi, ya'ni yuqori tishlarni o'z ichiga olgan va yuqori jag'ni shakllantiruvchi markaziy joylashgan suyak hisoblanadi. Yonoq suyagi, yonoqni hosil qiluvchi notekis shakldagi suyak. Ko'z yosh suyagi, ko'z kosasi ichki devorini oldi qismini tashkil etuvchi va ko'z yosh apparati bilan bevosita bog'liq bo'lgan eng kichik va mo'rt suyak hisoblanadi. Burun suyagi, burunni shakllantiruvchi kichik to'rtburchak shakldagi juft suyak. Pastki burun chig'anog'i, burun bo'shlig'ini yon devoriga hissa qo'shuvchi gorizontal yo'nalgan plastinka.